Nasoim ul muhabbat. Sevgi shabadalari. Alisher Navoiy asari. 1495-1496 yillarda Abdurahmon Jomiyning Nafohat ul Unus asari ta'sirida yozilgan. Jomiy asariga tanqidiy qaragan Navoiy burungi zamondagi mashoyixdan barchasini zikr qilmaydilar va o'z muasirlarining ko'pini o'zlari ham bitmaydilar degan ekan. Asarda Jomiy, Lutfiy, Ashraf Muflisiy, Shayx Sano, Nosir Xisab, Nasimiy va shular qatorida Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy kabi turk mashoyixlari haqida ma'lumot beradi. Navoiy asarida ilova qilingan shaxslarning faqat sufyona qarashlarigina emas, adabiyot va jamiyatdagi o'rnini belgilashga ham katta e'tibor bergan. Nasoim ul muhabbat Navoiyning didaktik qarashlari, tarjimonlik va tadqiqotchilik faoliyati hamda estetik qarashlarni o'rganish uchun ham muhimdir. Nasoim ul muhabbatning ba'zi nusxalari O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalari fondida saqlanadi. Hikoyatning mazmun mundarijasida g'oyasida ona roziligi, ona ko'ngli shodligi bilan bog'liq butun nozik masalalar yoritilgan. Navoiy kitobxonlarga onalar haqqi hurmatini, rozilik darajasini, hatto islomning farz amallaridan biri bo'lgan haj amali orqali topgan savobning darajasidan ham yuksakligini, jannatga boradigan yo'llar ona shodligi, ona rozisi bilan tutash ekanligini uqtirmoqda. Hikoyat kompozitsiyasida dialog usuli, ya'ni Shayx Mo'min Shiroziy va Ismoil Dabbos orasida bo'lgan savol-javob suhbat asosida o'rin tutadi. Bu esa birinchidan kitobxonga voqealarni osongina eslab qolishga yordam bersa, ikkinchidan hikoyatda vaqt, o'rin, harakat birligi yagona maqsadga, ona mulozamatiga, ona roziligiga qaratilgan.